Do'stlar, mana biz Jeturni nimasiga keldik, pavilyoniga. Hozir bu yerda konsept kar qo'yib qo'ygan T1 degan. Jeturdagilar biz O'zbekistondamiz desak, o deyapti. Srazi nima, kelib yechat alishlik deyapti. Eksport qilamiz deyapti. Mana hozir bu yerda konsept kar, buni ko'rsata olmaymiz. Lekin men bu yerda o'shani chiqayotgani bor ekan. T1 deb nomlanadi. Hozirgi ko'rsatamiz. Eng zo'r narxi $21,000 ekan. Yangi mashina T1 deyiladi. Ko'rib turibsizlar. Endi hamma qiziqyapti ichkarisini. Hozir biz ham ko'rishga harakat qilamiz. Podyomlari bor. Bagajini ko'rsataylik, aytyapti. Bizam odam bor. Hozir ko'ryapsizlar. Men bu yerda xohlagan narsalarni o'zingizlar yozib qo'ysanglar bo'ladi. Agar raqamingiz chiroyli raqam bo'lsa, shu yerda o'ziga ekran chiqarib qo'ysanglar bo'ladi yoki rahmat deb yozib qo'ysanglar bo'ladi yoki sizlarni kesib o'tsa kimdir xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Mana bu bagaji ko'ryapsizlar, juda katta ekan. Lekin ochilishi shu ekan. Juda past. Bitta minus. Yopamiz. Ichkarisini ko'raylik. Tomini ko'rib turibsizlar. Oqqa chiqishga zo'r mashina ekan. Mana ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi. Menga nimasi yoqadi? Jeturdagi mana elektrokarlarni mana bu yerda tekis, poli tekis bo'ladi. Bemalol 3 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Oldidan ko'rsatamiz mashinani, vidini. Ko'rib turibsizlar, bu yangi. Emblemasi ham yangi chiqyapti. T1 nomlanadi. Menimcha tankdan o'g'irlagan shekilli. Uni ham yaqinda ko'ramiz. 360 gradus kamerasi bor. Internetga bemalol ulangan. Hozir yangilik bo'lyapti. Mana bu ChatGPTning xitoychasi bor, DeepSeek. Ko'pchilik mashinalar o'shani integratsiya qilyapti mashinasiga. Bulardan so'rab ko'ramiz agar bormi yo'qmi. Hozir odam kamaysa, ichini ham ko'rsatamiz sizlarga.